Alloh taologa maqtovlar hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga salovat salomlar bo'lsin. Shu chaqiriqlar paydo kelgan oqsoqollar, jamoatlar, mehmonlar, el yurt hammani kelgan qadamiga Alloh taolo savob hasanatlar yozsin. Ehson uyushtirib sohibi xonadon dasturxon solib berdi, bizni mehmon qildi. Alloh taolo ehsonlarni qabul qilsin. Kela yoshlarga ham Alloh taolo baxtli, saodatli hayot bersin. Shu yerda bir to'yda ehsonni guvoh bo'lib o'tiribmiz. Alloh subhanahu va taolo bomdod o'qigan odamlarni, tongi zikrlar qilgan odamlarni va o'sha ertalabda o'zi qilinadigan ishlarni Alloh taolo qanday qilinishligini, qanday qiladigan bo'lsa mana shu ishlar to'g'ri bo'lishligini bayon qildi. Biz endi bu yerga kelgan jamoat bomdodda o'qib, namozlarimizni o'qib, duolarimizni qilib, zikrlarimizni qilib bu yerga kelib o'tiribmiz. Pavlga rahmat, ovqat shirin qilibdi. Choy damlayotgan choyini damlabdi. Endi domla ham haligi masalasini aytib qo'ysa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda 45 ta joyda zarbul masal keltirgan. Zarbul masal degani insonni aqliga misol bilan bo'lgan voqea bilan bir narsani tushuntirish degan. Daraballohu masalan degan. Alloh taolo misol bilan insonga tushuntirdi deyapti. Hamma hayvonlardan, mahluqotlardan bizi farqimiz inson zarbul masalni tushunadi. Boshqa biror mahluq zarbul masalni tushunmaydi. Farq shu yerda. Inson tarixni biladi, aytib bersangiz shunday ishlar bo'lgan ekan desa, tarixni tasavvur qila oladi. Kelajakni biladi, shunday ishlar qilsa bo'ladi desa, niyat qiladi. Men 10 kundan keyin safarga chiqaman. 20 kundan keyin bunaqa narsa olaman, bunaqa narsa qo'yaman deb kelajakni odam tasavvur qila oladi. Odamda shunday tasavvur degan narsa bor. Uyda biror mol boqayotgan bo'lsa, moliga senga bitta porterda presapga beraman desa, uni mol tushunmaydi. Shu yerda turgan preslarni sekin ozroqdan yeb, buyilib qimmat bo'lib qolibdi, yana yilgacha sal shunday bir ehtiyot qilib tur degan narsani tushunmaydi. Aldiga so'rab yeb qo'yaveradi. Qushlar ham shunday ekan. Uyi ham yo'q, boradigan joyi ham yo'q, bitta daraxt shoxiga qo'nib yashaydi. Kechqurun yotganda xolodilnigi ham yo'q, zapas qilib qo'ygan ovqati ham yo'q, shu yerda yotadi. Ertaman turib, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qushga o'xshab tavakkal qilsanglar dedi. Qush ertalab turib, shunday uchib ketadigan rizqini terib yeb, qaytib kelib yana yotadi. Yana yeydigan narsasi yo'q, ichadigan narsasi yo'q, shu yerda yotadi. Tavakkalchi bo'ladi. Demak, zarbu masal deyiladi bu narsa, hurmatli jamoat. 45 joyda Alloh taolo Qur'onni boshidan oxirigacha 45 ta joyda zarbu masal keltirgan. Kofirlar kelib aytdi, bu Qur'on hamma narsani tushira oladigan. Alloh taolo ham endi sizlar xudoylar har xil narsani misol qila oladigan dedi. Alloh taolo innalloha la yastahyi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Alloh taolo pashshani misol qilishdan uyalmaydi. Pashshadan pastroqni ham misol qila oladi dedi. Pashshani Qur'onda keltirgan Alloh taolo Baqara surasida. Yoki boshqa oyatda ba'udatun pashsha bo'lsa, boshqa oyatda Alloh taolo shirkay deb qo'yamiz. Shuni misolini keltirdi. Alloh taolo da'fat talib val matlub dedi. So'rayotgani ham boshqasi ham hammasi zaif bo'ldi. Walau ijtama'u, agar ular qo'lidan kelsa, shu katta narsalarni talab qilyapti bular. Agar imkoni bo'lsa, pashshani yaratib ko'rsin-da dedi. Pashshani yaratib ko'rsin dedi. Nechta ham ko'zi bo'ladi. Biz bunday sayayotgan haligi ninasini 7 qavat bo'ladigan, u o'zi o'ta kichkina bo'ladi. 7 ta qobiq bo'ladigan shu. Kimi qoni qanday, issiqmi, sovuqmi, boshqami hammasini bilib kelib sayib qonni olib ketyapti. Bu kofirlar aytdi, shunday oddiy narsani misol qiladimi dedi Alloh taolo. Qo'lidan kelsa pashshani to'planib wala ijtama'u, lekin ular jamlansa ham bitta pashshani yarata olmaydi dedi. Biz ham gapira olamiz ekanda. Yasin surasida Alloh taolo aytayaptiki, va daraba lana masalan, zarbu masal degan. Va daraba lana masalan va nasiya xalqahu. Bu kofirlar dedi bizga misol keltiryapti. Bu qanday qilib Alloh taolo Romin bu suyakni chirib yo'q bo'lib ketgan suyakni qaytadan tiriltiradi degan misolni bizga keltiryapti-yu,
va nasiya xalqahu. O'zi nimaga yaralgan esda chiqib qoldi deyapti. Suyagi bor narsa. Suyak bor, lekin o'zi-chi desa, o'zi manidan yaralgan edi. Ko'rinmaydigan, bilinmaydigan bir odam bitta urug'dan paydo bo'ladi ekan. Bu odamning urug'i 700 milliontadan 1,5 milliardgacha bo'ladi ekan. Shuni ichidan bir donasi ko'z bilan ko'rib, quloq bilan eshitmaydigan nihoyatda kichkina narsadan inson yaraladi. Shunda xarakteri ham o'tadi, ko'rinishi ham o'tadi, qonidagi ba'zi bir kasalliklar ham o'tadi. Qosh, ko'z, quloq, bo'y shu ko'rinmaydigan narsani o'tadi. Alloh taolo aytayaptiki: "Va daraba lana masalan va nasiya xalqahum." Bizga zarb masal qiladi-da, o'zi nimaga yaralganini unutib qoladi deyapti. Yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytibdilarki: "Law anna fi babi ahadikum nahran." Sizlarning uyinglarning yanida, mana hozir bu hojikanning uyiga kiryapsak, bir ariq bor ekan. Bibabi ahadikum degani shu darvozaning tagida bir nahr degan daryo bo'lsa deyapti. Ariqcha bo'lsa, kattaroq daryo bo'lsa, shu joyda har kuni 5 marta cho'milsa deyapti. G'usul degan 5 marta odam cho'milsa, biz 1 martami, 2 kunda 1 martami, shunaqa 3 kunda 1 juma kuni cho'miladi odamlar, g'usul qiladi, yoshiga, kasalligiga, boshqasiga qarab. Bir kunda 5 marta cho'milsa deyapti. Haliyabqa min daranihi shay. Shu odamda bir kir joyi qoladimi deyapti. Bu boya men zarur masalalarni Qur'ondan aytdim, endi bitta hadisdan aytayapman. Misol aytayapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Bir kunda 5 mahal g'usul qilgan odam, bir kunda 5 mahal cho'milgan odamni kir joyi qoladimi deyapti. Qolula, sahobalar aytdi, yo'q. Bu kishining kir joyi qolmaydi dedi. Haqiqatda inson 5 marta g'usul qilsa, bir kunda 5 marta yuvinib cho'milsa, biz oramizda bunaqa odam yo'q bo'lsa kerak deb o'ylayman. Har kuni 5 marta cho'miladigan odam yo'q-da. 5 marta tarat qiladigan odam ham kam. 5inga tarat qilsa, asrni birga o'qib yoki asrga tarat qilgan shoh xuftonni birga o'qiydi ko'proq. Har namozga tarat qilmaydi. Har namozga g'usul deyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zarbul masal odamda aqlga yaqin bo'lishini aytayaptiki: "Law anna fi babi ahadikum nahran." Sizlarning bittangizning uyingiz yonida oriqchasi bo'lsa, havo yaxshi issiq bo'lsa-da, har kuni shu yerda 5 marta cho'miladigan bo'lsa, shu insonning xatosi, ya'ni gunoh nima, kiri qoladimi dedi. Yo'q dedi sahobalar. Xuddi shuni misoli bir kunda 5 mahal namoz o'qiyotgan insonga o'xshaydi. 5 mahal namoz o'qiganda insonni gunoh qolmaydi dedilar. Ana ba'zi bir odamlar namozlarga ham bee'tibor bo'lib qolyapti. Ish bor paytda namozni to'xtatyapti. Biznesmenlarga, tijoratchilarga Alloh taolo aytdi: "Rijalun la tulhihim tijaratun va la bay'un an zikrillahi va iqomis solah." Shunday erkaklar bor dedi. Shunday kishilar borki, la tulhihim tijorat, biznes va la bay' savdo sotib bularni namoz o'qishdan, Allohni zikr qilishdan to'smaydi deyapti. Ba'zi bir odam kichik bir ishlarni qilsa, namozdan to'xtab qolyapti. Ishim bitsin, keyin namoz o'qiyman deyapti. Ba'zi bir odamlar bor deyapti Alloh taolo. Shunday kishilar borki, ularni qilayotgan biznes tijorati va qilayotgan savdo sotiqi bayi oldi berdisi namozdan va Alloh taoloning zikridan to'smaydi deyapti. Namoz haqida odatda biz jamoatga masala qilmaymiz ekanda. Hey desa, shu namoz o'qiyapti hamma deb o'ylaymiz ekan. Alloh qilib o'qiydigan odamlar bor ekan. Bomdod o'qib olsa, keyin kech payt qolgan o'qib oladigan, bo'shab qolganda o'qib oladigan, bizning musulmonchiligimizni insonni iymon baquvvat qilib turadigan, Alloh taologa yaqin qiladigan, gunohlardan to'sadigan, mana hozirgi aytgandek bir kunda 5 marta namoz o'qisa, gunohni to'liq yo'qib qo'yishga sababchi bo'ladigan narsa namoz hurmatli jamoat. Bomdod, peshin. Mana hozir qish kelib qoldi endi, mana haligi salqinchilik payti kelib qoldi-da. Asr bilan shom juda yaqin bo'lib qoldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam asr haqida alohida aytdilar. Alloh taolo Baqara surasida asr haqida oyat tushirdi. So'ngra shom, so'ngra xufton. Shuning uchun biz jamoatga aytamizki, hurmatli jamoat, namozni bir kunda o'qilayotgan 5 mahal namozni ko'ngil burayli. Iloji bo'lsa, imkoniyati bo'lsa, jamoatda o'qishimiz kerak. O'shanda mo'min musulmon inson ustida gunoh qolmaydi deyapti. Shuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sizga menga zarbul masal misol tariqasida tushuntiryaptilar. Ana aytdilarki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bomdod namoziga qorong'uda yurgan odam qiyomatda qorong'uda qolmaydi dedi. Bashiril mashayina fi zulami binurit tam yawmal qiyamati degani
qorong'ularda yurgan odamlarga yorug'likni bashoratini bering. Nimaga desa, qiyomat qorong'u yerda bo'ladi. Qiyomat desa odamlar ham har xil holatlar tushunadi. Bir qorong'u, bir yorug' boshqa. Qiyomatda jannatga boradigan yo'l qorong'u yo'l bo'ladi. Shunda musulmon odamlar Alloh taolo ularga nur beradi. Nuruhum yas'a bayna aydihim va bi aymanihim deyapti. Oldilaridan o'ng chap taraflardan nur chiqadi, jannatga qarab yuradi deyapti. Shunda kofirlar, benamoz boshqalar nima qiladi desa, ular kelib sizlarning nurlaringizdan ozgina olaylik, sizlarning nurlaringizdan ozgina olaylik deb aytsa, qilarji'u wara'akum, ortinglarga qaytinglar, faltamisu nura, o'zingizlarning nuringlarni istanglar, bizning nurdan olmanglar deb aytar ekan. Kimdan nur chiqadi desa, Qur'on o'qigandan, zikr ibodat qilgandan va bomdod va xuttonga jamoatga borgan odamdan nur chiqadi deyapti. Misolda Alloh subhanahu va taolo shunday deb sizga menga misol keltiryapti. Shuning uchun biz jamoatga aytamizki, hurmatli jamoat, shu kundalik 5 mahal namozimizni o'qisak, Alloh taolo buyurgan narsalarni bajarib turadigan bo'lsak, Alloh taolo o'zini suygan, yaxshi ko'rgan bandalarning safidan qatoridan qiladi. Alloh subhanahu va taolo bu solingan dasturxonni qilgan ehsonni o'zining dargohida qabul qilsin. Hammalarimizni ham Alloh taolo o'zi suygan, o'zi yaxshi ko'rgan bandalarning safidan qatoridan qilsin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين yedirgan, ichirgan, to'ydirgan mo'min musulmonlar safidan qilib yaratgan Alloh taologa cheksiz maqtovlar, hamd va sanolar bo'lsin. Dasturxon solib bizni mehmon qilgan sohibi ihsonni Alloh taolo jannatda mehmon qilsin. Suv berib, choy berib, bizni sug'orib shu yerda suv bergan insonlarni havz-kavsar ichishini Alloh nasib qilsin. Ihsonlarni Alloh qabul qilsin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.